Hammaga assalomu alaykum. Hozir chempionga chiqdim. Hozirgina. Xo'sh, bir nechta narsalar bor va traf ochamiz hozir. To'xtab turinglar. Xo'sh, endi traflab olaylik. Bu yerga 4ta ekan. Taktikangizni bering deya ko'pchilik kommentariyada yozishi mumkin va videoni davomida ko'rsataman hozir. Va bizda 5 ta garant bor ekan. Bu yerdan hammasi bo'laveradi. Karl qayerda o'ynab ekan? Ramada. Xo'sh. Bo'laveradi. Bu sotilama bo'ladi kakras. Mana shuni ochib ko'ramiz. Xo'sh, ketdi. Bu yerda hammasi kerak pashti. Menimcha bu ham garantga boradi. Menimcha oxirigacha yurmasa kerak. Normal o'yinchi tushib bermasa kerak. Bir marta tushib berdi. Unda ham pul A garantdan tushib berdi va oxirgisi Chalxon klub. Taylandga o'tamiz, bundoq qilamiz va mana bu qidirish sabitiyasini va bu yerdan ham o'tib bundoq qilamiz va bitta draf ketdi. Yurmadi menimcha. Yurmadi. Xo'sh. Taktikam meni xo'sh, mana bu birinchisi build up va offense va defense 4-2-4-2 faqat 4-2-4-2 boshqasini qo'yib bormang. Bu yerdan bu yo'l yursak, bundoq va bu yerda Del Piero bitta tursin. Xo'sh, Isak bu yerga xo'sh, yo'q. Mana shunday. Bu emblemani full qila olmasam kerak. Bilmadim. Hozir atrof topib kelaman. Pol B garantimizga bitta qolganda shuni ochib yuboramiz. Va qani ketdi. Normal o'yinchi emas, menimcha 50 ta 40 ta bo'ldi. Yurva Shirim normal o'yinchi bermayapti. Neymar keldi va Neymarni olamiz hozir. Xo'sh, bu yerdan mana xo'sh, Neymar kardi. Va bu yerda xo'sh, draft topib keldim, yana bitta ochib ko'ramiz. Omadimiz kelarmikan? Iltimos, like bilan obuna bosib qo'ying, 50 ta bo'laylik. Telegram kanalimizga o'tsangiz, yangiliklar bo'lsa, yangiliklarni chiqarib turaman. Xo'sh, mana shu yerdan bitta to'xtab turing. Xo'sh.
Ketdi. Bismillah, bitti. Hech kim tushmadi. Iymonni kartasini oldim va hozir pul qilib olmasam bo'lmaydi menimcha. Yaqinda 1.5 ham qilaman. Xo'sh, dribling. Ballig'i hamda full aniq o'ynab biladi. Kartani qo'ysam o'g'rim tushmas ekan. Kamga qo'ysam, nimaga qo'ysam, nimadan o'tib ularni kam o'ynataveraman. Xo'sh, bu yerdan bizga Yusupov tushsa yoki Bruno Fernandes yoki Diaz uchalasi ham bo'laveradi. Tushsa yaxshi edi. Mana bitta ketdi. Yurib ber. Yurdi mana. Yaxshi. Bittadan podvoy ketdi. O'zbekiston kecha o'tirdi. Portugaliya 5-0 hisobda yutdi. Afsuski O'zbekiston yutqazdi. Final va Fransiya afsonaviy jang eng kuchlisida chempion bo'ldim. Va mana 2 gol urgan, 1 gol pas, 3 pas va o'yinda penaltilar seriyasida 3-2 g'olib bo'ldik va mana shu uchun kubokni yutdik va eng qiyinchiligida professional darajadagi O'zbekistonda o'ynab ko'rdim, yutolmagandim. Undan arang penaltilar seriyasida yutdim. Bruno Fernandes chiqib ko'ramiz. Kim tushmadi. Nasrullayev